Oyim bilan dadamni sog'indim. Ha? 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 Hmm. Voy! Oyijon, dadajon. Oyi, dada. Sizlarni juda sog'indim. Sufi, nima bo'ldi shakarim? Hammasi joyida. Biz hamisha yoningdamiz. Oyim bilan dadamni sog'indim. Sufi, qo'y yig'lamagin. Biz hamisha yoningda. Bor mehrimiz senga armug'on. Sufi, oying bilan dadangni sog'inganda Ularni haqqiga duo qilishing mumkin. Lekin men qayta duo qilib bo'ldim. Boshqa hech narsa qila olmaymanmi? Yana nima qilsang bo'lar ekan? Allohga ibodat qilib, oying bilan dadangni mukofotlashini so'rashing kerak. Bu bilan nima demoqchisiz, xola? Hozir o'zim tushuntiraman. Har safar yaxshilik qilganingda Allohdan mukofot olasan. Shunda Allohdan seni o'rningga ota-onangni mukofotlashini so'raysan. Unda yaxshi ishlar qilib, Allohdan oyim bilan dadamni mukofotlashini so'rayman. Hoy, bugun havo juda ajoyib. Kelinglar boqqa boramiz, a? Sufi. Sufi, Sufi. ola qol. Doim yaxshilik qilib so'rayman Allohimdan, oyim bilan dadamni asrasin panohida. Juda yoqimtoysan, alhamdulillah. Sufi juda yaxshi o'g'ilsan. O Allohim, yaxshiliklarim uchun mukofotlarni oyim bilan dadamga ber, maylimi? Ularni biram sog'indim. Xola, amaki, bechora o'rdakni qaranglar. Voy, bechoragina. Hozir senga yordam beraman. Ha? Qaranglar, hamma yoq chiqindiga to'lgan. Doim yaxshilik qilib so'rayman Allohimdan, oyim bilan dadamni asrasin panohida. Juda yoqimtoysan, alhamdulillah. Sufi juda yaxshi o'g'ilsan. O Allohim, yaxshiliklarim uchun mukofotlarni oyim bilan dadamga ber, maylimi? Ularni juda ham sog'indim. Voy. Voy, bu qanaqa ovoz? Voy, voy. Mana boryapman. Voy. Voy. Bechora mitti qushcha, yolg'iz qolib yiqilib tushdingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olma. Senga o'zim yordam beraman. Voy, voy. Voy. Sufi, balki senga yordamlashib yuborarman, a? Yo'q, rahmat, amaki. Buni o'zim qilmoqchiman. Voy. Sufi, qo'y yig'lamagin. Biz hamisha yoningda. Bor mehrimiz senga armug'on. Sufi, qara, mitti qushchaga yordam berding. Ko'rdingmi? Menimcha sen ham xuddi ota-onangdek juda mehribonsan.
To'g'ri, ular ham ko'makka muhtojlarga doimo yordam berishardi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ular hamisha yordamlashishadi. Rostdanmi? Menga shunday g'amxo'rlik qilayotganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Ikkingizni ham juda yaxshi ko'raman. Xola, amaki, so'z beraman. Men har doim sizlarga yaxshilik qilaman. Assalomu alaykum. Voy do'stlar, bilasizlarmi? Yaxshi ishlar qilsak, shunga yarasha savob olamiz. Keyin Allohga duo qilib, Ajru savoblarimizni ota-onamizga bag'ishlaymiz. Alhamdulillah.